Ishdan keyin bizda mana qanaqa ish bo'lyapti. Kompot time bo'lyapti. Limon, apelsin. Limon qimmat paytda biz limon, apelsin, o'rik qo'shib kompotlar yopibman. O'rik sezonda ham tugab qoldi. O'rtoqlar tez harakat e'lon qilib yopib olinglar. Shpankalar ham tugab qoldi. Уже savol kelyapti, qanaqa yopasiz, mana o'rik, apelsin, limon. Mana blankani sterilizatsiya qilib olaman bitta. Keyin o'rik, apelsin, limon soldim, shakar soldim. Bo'ldi. Kastrulkamda suv qaynab turibdi. Biz endi qaynaydi. Shu suvni shunga solib yopib olaman, bo'ldi. Boshqa hech narsa emas. Qaynatish, to'qish, bir narsa qilish degani emas. Bunga nimasi shoxcha sovarsanglar, yana ham zo'r bo'ladi. Nimani topolmadim. Bor ekan, o'zi yaxshi emas ekan. O'shaning uchun olmadim men.